yaxshi yerlar. Suv necha metrdan chiqadi bu yerda? Suv 60-70 metrda suv bor. 60-70 metrdan chiqadi. Hozir Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. O'zbekiston Respublikasi, xususan Qirg'iziston va Qozog'istondan kuzatib turayotgan aziz fermer va dehqonlarimizga shuni aytib o'tamanki, Ox Agro Ikromov Aqilbek hozirda piyoz ekishni xudo xolasa boshladik. Bu fermerimiz. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Kayfiyatlaringiz, sog'ligingiz? Qirg'izistonga keldik, mana shu birpasda. Xush kelibsizlar. Rahmat. Xudo xolasa siz bilan piyoz ekib, yaxshi daromadga erishib, Xudo xolasa. inshaalloh yaxshi daromadlarga erishishni Alloh nasib qilsin. Aziz yurtdoshlar, xususan O'zbekiston, Qirg'iziston, Qoraqalpog'istondagi barcha fermerlar va dehqonlarimizni hamkorlikka chaqirib qolaman. Ox Agro o'zida urug'lar, shu o'rinda kimyoviy preparatlarni ham sotuvini boshlaymiz. Ya'ni kimyoviy dorilarni ham savdosini boshlaymiz. Xususan hozirda Qirg'izistonda bo'lib turibmiz. Bugungi kunda Qirg'izistonda, ya'ni ertaga xudo xolasa piyoz urug' ekamiz. Xudo xolasa mana shu Qirg'izistonda bu hozir qaysi joyi? Bu yer Olg'a oil hukumati. Aha. Olg'a oil hukumati. Olg'a deb qo'ysa bo'ladi. Aha. Olg'a. Bu yerlarda oldin dehqonchilik bo'lmagan. Yo'q, bu yerda dehqonchilik bo'lgan emas. Hozir yerlar, yaxshi yerlar. Suv necha metrdan chiqadi bu yerda? Suv 60-70 metrda suv bor. 60-70 metrdan chiqadi. Hozir mana biz borib dalani ko'rdik. Tuproq umumiy holati yaxshi. Urug'ni sepib, xudo xolasa suvni qo'ysak, urug' yetib chiroyli bo'ladi. Ya'ni hozir yo'l davomida ko'ryapmizki, adirlikda shu ana bu yo'lga nima ekilgandi? Artizan qo'yib suv chiqargan-ku. Ana aytasizmi? Bu ko'chatdagi. Ko'chat, qanaqa ko'chat? O'rik ko'chat. Bu yoqda o'rik ko'chat ekilgan. Aziz do'stlar, Ox Agroni kuzatib boring. Yaxshi va yangi ma'lumotlar Ox Agroda. Siz bilan Ikromov Aqilbek bo'ldi. Zo'r, og'la urug'dan zo'r. Nasib xudo xolasa.